Menimcha hali bu retseptni hech qaysi o'zbek food blogerida ko'rmagansiz. Chunki bu retsept arablarga xos ekan. Issiq sutga shakar, dro'ja, tuz, un solib o'rtacha yumshoqlikda xamir qilib olib, xamirimizni oshirish uchun yuboramiz. Yarim soatda oshib olgan xamirimizni ko'rsatilgandek qilib zuvalachalarga bo'lib yoyib olamiz. Yoyilgan xamirni esa avval sutga, so'ngra kunjutga belab olamiz. Ko'rsatilgandek qilib kesib, o'rtacha olovda qovurishni boshlaymiz. Buyog'ini endi tomosha qilsa arziydigan jarayon shunaqa ko'tarilib ishib ketadi, ko'rib zavq olasiz. Menda o'xsharmikan deb ikkilanib o'tirmasdan hoziroq tayyorlang, hammasi bexato ishib chiqadi. Nachinka uchun tovuq go'shtini qovurib, tuz, murch, ozroq soya solib dimlab pishirib olamiz. Ana endi haqiqiy maza beradigan jarayonga keldik. Yurimilki Samarqand sirini olib, ko'rsatilgandek qilib parak qilib to'g'rab, tovuq go'shtimiz ustidan terib olamiz. Sir shu qadar mazaliki, ortiqcha sousga hojat qolmaydi. Biroz sovigan nonchalarimizni olib, ko'rsatilgandek qilib o'rtasidan kesib olamiz. Bu orada nachinkamiz ham tayyor bo'ladi. Nonchamiz o'rtasiga xohishga ko'ra salat bargi, pomidor bodringni joylab, sirli qaylamizdan solamiz. Aniq ayta olaman, birinchi yeyishdayoq oshiq bo'lasiz. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa notirangizni duo qilishni unutmang. Menimcha hali bu retseptni hech qaysi o'zbek food blogerida ko'rmagansiz. Chunki bu retsept arablarga xos ekan. Issiq sutga shakar, dro'ja, tuz, un solib o'rtacha yumshoqlikda xamir qilib olib, xamirimizni oshirish uchun yuboramiz. Yarim soatda oshib olgan xamirimizni ko'rsatilgandek qilib zuvalachalarga bo'lib yoyib olamiz. Yoyilgan xamirni esa avval sutga, so'ngra kunjutga belab olamiz. Ko'rsatilgandek qilib kesib, o'rtacha olovda qovurishni boshlaymiz. Buyog'ini endi tomosha qilsa arziydigan jarayon shunaqa ko'tarilib ishib ketadi, ko'rib zavq olasiz. Menda o'xsharmikan deb ikkilanib o'tirmasdan hoziroq tayyorlang, hammasi bexato ishib chiqadi. Nachinka uchun tovuq go'shtini qovurib, tuz, murch, ozroq soya solib dimlab pishirib olamiz. Ana endi haqiqiy maza beradigan jarayonga keldik. Yurimilki Samarqand sirini olib, ko'rsatilgandek qilib parak qilib to'g'rab, tovuq go'shtimiz ustidan terib olamiz. Sir shu qadar mazaliki, ortiqcha sousga hojat qolmaydi. Biroz sovigan nonchalarimizni olib, ko'rsatilgandek qilib o'rtasidan kesib olamiz. Bu orada nachinkamiz ham tayyor bo'ladi. Nonchamiz o'rtasiga xohishga ko'ra salat bargi, pomidor bodringni joylab, sirli qaylamizdan solamiz. Aniq ayta olaman, birinchi yeyishdayoq oshiq bo'lasiz. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa notirangizni duo qilishni unutmang.